Why? Are you chaplain? Huh? Are you chaplain? What chaplain? Manchester Lake Senior TV. I don't know. Sorry. Leksiyemizi başlayamıyoruz hürmetli vatandaş. Bugünkü saat 2022 yıl 3. ayının 30. günü hafta çarşamba. Endiki mavzumunda Rusya haber tarqatdı. Cungo Rusya diplomatiya ministerleri söhbeti Cungo'da başlandı. Naq meydan suretleri ilan kılındı. Mavzulu haber 3. ayının 30. günü Dovit orbitida ilan kılındı. Haber undaq başlandı. Rusya Tashqi ishlar ministerligi bayonotchisi Mariya Zakharova 3. ayının 30. günü mundaq haber ilan kıldı. Rusya Federatsiyasining Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov Cungo Tashqi ishlar ministri Wang Yining suhbati Lavrov bilan Cungo Tashqi ishlar ministri Wang Yining suhbati bugun Cungoning Dunji shahrida, ya'ni Anhui o'lkasining Dunji shahrida boshlandi. Rusya sun'iy hamroh agentligi 3. ayning 30. kuni mundaq xabar qildi. Zakharova 3. ayning 30. kuni ijtimoiy matbuotlarga mundaq dedi. Mundaq yozdi. Sergey Lavrov bilan Wang Yining suhbati Jungoda boshlandi. Minister Wang Yi Minister Lavrov bilan ko'rishganda mundaq ko'rsatdi. Jungo-Rossiya munosabati dunyo vaziyatining o'zgarishi va sinoqlarni boshdan kechirdi. To'g'ri nishonni saqlab keldi. Sergey Lavrov, Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov Jungoga uchishdan burun 3. ayning 28. kuni muxbirning ziyoratini qabul qilganda mundaq ko'rsatdi. Rossiya Jungo munosabati tarixdagi eng yuqori saviyaga yetdi. Rossiya sun'iy hamroh agentligi mundaq diqqat qildi. Tashqari dunyo Lavrov bilan Wang Yi suhbatlashganda Ukraina Rossiya vaziyati Jungo-Rossiya hamkorlik qatorliq masalalarni suhbatlashamdi yo'q. Shuningga diqqat qilyotdi. Yana bir xabar. Rossiya Tashqi ishlar ministri yaqindan beriki ahvoldan ma'lumot berdi. Bu ikki xabarni bir yo'y qo'ydim, keyin tahlilda ko'ramiz. Yaqindan beriki ahvoldan ma'lumot berdi. Cungo Tashqi ishlar ministerligi harbiy hamkorlikni kuchaytmaslik to'g'risida ifoda bildirdi. Mavzuli xabar Üçüncü ayının 30. günü Dovit orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Rossiya Tashqi ishlar ministri Lavrov bilan Jungoning Tashqi ishlar ministri Wang Yining suhbati 3. ayning 30. kuni Jungo Anhuining Dunji shahrida boshlandi. Rossiya taraf suhbatning qisman mazmunlarini e'lon qildi. Rossiya sun'iy hamroh agentligi 3. ayning 30. kuni xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Minister Lavrov bilan minister Wang Yining suhbati boshlanganda minister Sergey Lavrov Rossiyaning alohida harbiy harakati hamda Rossiya Ukraina suhbati to'g'risidagi ahvollardan ma'lumot berdi. Minister Lavrov minister Wang Yi bilan suhbat boshlaganda mundaq ko'rsatdi. Rossiya munosabatining muqim va davomli taraqqiy qilishiga qiziqadi. Rossiya
Jungo Rossiya münasibetining muqim va davomli taraqqiy qilishiga qiziqadi. Bizning ikki davlat rahbarlarimiz mushu to'g'rida birdaklik hosil qildi. Bugun biz konkret tadbir qo'llanib, bu kelishimlarni qadam-qadam ijro qilishni o'ylashimiz. Demak, Jungolar Rossiya o'tirish tuzilgan kelishim bor. Balki bu o'tmishdiki, balki bu yaqinqi. Shundaqmi ya? Endi biz nima deydi? Konkret tadbirlarni qo'llanib, bu kelishimlarni qadam-qadam ijro qilishni o'ylashimiz. Minister Sergey Lavrov mundaq ko'rsatdi. Biz hozir xalqaro munosabatlarda intayin agar bir bosqichni sinoqni boshdan ko'chiryapmiz. Diqqat vatandosh. Minister Sergey Lavrov mundaq ko'rsatdi. Biz hozir xalqaro munosabatlarda intayin agar bir bosqichni boshdan kechiryapmiz. Men shunga ishonamanki, bu bosqichdan keyin xalqaro vaziyat texmi o'choq bo'ladi. Magipa qaltisqa. Demak, mushu bosqichdan keyin xalqaro vaziyat texmi o'choq bo'ladi. Biz sizlar bilan birlikda va fikr ideyalarimiz o'xshash boshqa davlatlar bilan birlikda ko'p qutblik, ahli adolatlik, demokratik dunyo tartibiga qadam tashlaymiz. Adashlarimni. Biz sizlar bilan birlikda, Jungo bilan birlikda. Shundaqla fikr ideyalarimiz o'xshash boshqa davlatlar bilan birlikda ko'p qutblik, ahli adolatlik, demokratik dunyo tartibiga qadam tashlaymiz. Minister Wang Yi Jungo Tashqi ishlar ministrligining Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar ministrligining ministri Sergey Lavrovni qo'shni davlatlar aro ochadigan Afg'oniston masalasi to'g'risidagi yig'inga qatnashishni qarshi oladiganligini bildirdi. Ko'rdingizmi? Vatandoshlar. Endi tuvanda sizlar bilan biz vaziyat va muhokamada ko'rishimiz. Dastlabda birinchi vaziyat muhokama Chinchuango bilan suhbat. Buni olib boramiz. Ikkinchi vaziyat muhokama Sergey Lavrov Rossiya Federatsiyasining tashqi ishlar ministri, yana biri Jungo tashqi ishlar ministrligining ministri Wang Yining suhbati. Vatandoshlar.